Oh, mana xudini Black Afghan buni bilgan bo'ladi. Siz qanaqa atir sepasiz? Create Aventus, Imagination. Sharabaraga nima tayyorladingiz? 30 ming dirhamdan boya 50 xilda o'sha antenlarni hali tayyorlab keldik. 100 mingsin barakami? Qo'shib olgan ko'tarmaydi. 145 ming. 106 ming. 120 ming ketmadi. Hali O'zbekistonda bunaqa narxni topa olmaydi. Aka, berayotgan narxingizni topishga olib qolmaysizmi? Yo'q, inshaalloh aynan 250 mingda sotadi. 30 ming dirhamni. 150 mingdan biz qo'ydik-ku. Endi bilasizlar. Kelinglar. Adashgan jigarbandimizni o'zimiz imijimida urib o'ldiraylik. Oxirgi narx aytaman. 110 mingdan 8 ta qilib berasiz. Barakami? Qani jahni beradi. Odamlar so'raganda любой xilidan qilib berasiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Barakasini bersin. 30 milligramlikni o'tgan safar 150 mingdan qo'ydik. Bu safar 110 mingdan bo'ldi. Faqat oke, narxi tushdi, sifat tushdi degani bo'lmasin. Bizani ma'namizni g'ururimizni baland turadi. Bo'ldi, oke. Okani lafzlarini oldik. 110 ming so'mdan unaqa narx chiqadi-yu. Faqat Sharabarada bo'ladi. Bemalol telefon qilib, xohlagan xilidan olsangiz bo'ladi. Xizmatli bo'lsa, mana 2-3 ta olaman.